Assalomu alaykum. Vohamiz ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga oid muhim xabarlar tafsiloti bilan kunduzgi yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada Jumanazar Komilov. Viloyatimizda chigit ekish va paxta terishda Xitoyning zamonaviy texnikalari jalb qilinadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu texnikalar ancha samarali, tejamkor va ish unumdorligini oshiradi. Xonqa tumanida o'tkazilgan ko'rgazmali seminarda 2025-yil Xitoydan olib kelingan zamonaviy chigit ekish syelkasi imkoniyatlari namoyish etildi. Fermer va agronomlarga ular bilan ishlash borasida tushuntirishlar berildi. Hozir shu haqda. Viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov rahbarligida Xonqa tumanidagi paxta to'qimachilik klasteriga qarashli dala maydonida 2025-yil hosili uchun Xitoydan olib kelingan zamonaviy chigit ekish syelkasi bilan tanishish maqsadida ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Seminarda qishloq xo'jalik sohasi mutaxassislari, tuman va shahar hokimlari, klaster hududlaridan taklif etilgan fermer xo'jaliklari rahbarlari qatnashdi. Viloyat rahbari Xitoydan olib kelingan zamonaviy texnikani ko'zdan kechirdi. Yangi chigit ekish syelkasi qishloq xo'jalik sohasi, xususan paxtachilikda zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash, xarajatlarni kamaytirishga yordam berishini ta'kidladi. Mutaxassislar tomonidan seminar ishtirokchilariga yangi texnologiyaning afzalliklari, uni ishlatish qishloq xo'jaligida qanday natijalarga olib kelishi mumkinligi haqida ma'lumot berildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu fermer uchun vaqt va mablag'ni tejash imkonini beradi. Bu serkani afzalliklar fermerlarga qulayliklar tug'dirish maqsadida 6 ta vazifani birdaniga bajarib ketadi. Ya'ni birinchi chigitni ekadi, ikkinchi tomchilab sug'orish bo'yicha shlankani yotqizadi, uchinchi mineral o'g'it beradi va plyonka ostiga chigit ekilib ketadi. Bundan fermer o'zini paxta yetishtirish bo'yicha yil davomida qilgan xarajatlarni iqtisod qilish bo'yicha bir qancha afzalliklarga ega bo'ladi va yuqori hosildorlikka erishish bo'yicha paxtani Xitoy texnologiyasi bo'yicha 70 sentdan 80-90 sentgacha yetkazish bo'yicha bu muvaffaqiyatga erishgan. Shu bo'yicha bu serkan afzalliklari bo'yicha o'zi qulay, mexanizator boshqarib biladi. Viloyatimiz bo'yicha bu yil rejalashtirilgan gektarga nisbatan 200 ta, ya'ni yuqori unumli serkalar olib kelish rejalashtirilgan. Bugungi kunda shu 200 ta serkadan 120 tasi olib kelindi va yana qolgan serkalar bo'yicha traktorlar va mexanizmlar 10 kun ichida ekish bo'yicha 15-martgacha viloyatga yetkazib taqdolga keltirib qo'yiladi. Viloyat bo'yicha bu yil 70 ming gektar maydonda paxta yetishtiriladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, joriy yilda jami 15 ming gektar maydonga Xitoy texnologiyasi asosida chigit ekiladi. Kelgusi mavsumda mazkur yangi usulni yanada ommalashtirish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, 843 ta fermer xo'jaligida ekish jarayoni hamda agrotexnik tadbirlarda xitoylik agronomlar klaster va fermer xo'jaliklariga ko'maklashadi. Yakunda seminar ishtirokchilari o'zlarining savollariga javoblar olishdi. Yangi texnologiyalarning joriy etilishi qishloq xo'jaligidagi barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etildi. Ma'lumot uchun, viloyatimiz fermerlari Xitoydan zamonaviy texnikalarni keltirish tashabbusi bilan chiqqan bo'lib, ular bu orqali qishloq xo'jalik texnologiyalarini yangilash va yanada samaradorlikka erishishni maqsad qilishgan. Xiva shahrida Turizm qo'mitasi hamda O'zbekiston mehmonxonalar assotsiatsiyasi tomonidan mehmonxonalar rahbar va xodimlari uchun maxsus trening tashkil etildi. Seminarda mehmonxona xizmatlari sifati va standartlarini oshirishga qaratilgan maxsus treninglar tashkil etildi. Ushbu treninglarda mehmonxonalarning muhim bo'g'inlaridan biri bo'lgan house speaking, xona tozaligi va tartibini saqlash, shuningdek F&B management, ovqatlanish xizmatlarini samarali boshqarish yo'nalishlarida nazariy va amaliy mashg'ulotlar olib borildi. Ushbu treningda soha yetakchilari maxsus standartlarga javob beradigan dasturlar ishlab chiqishdi. Treningning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasi mehmondo'stlik sohasida xizmat ko'rsatishni oshirish hamda yetakchi mutaxassislardan tajriba orttirish. Ko'rib turganingizdek, hozir trening jarayoni bo'lyapti. F&B, ya'ni restoran xizmati, servis bo'yicha, undan tashqari housekeeping bo'yicha men o'zim Farruh Inagamov 14 yillik tajribaga egaman. Kattakon rahmat Mehmonxonalar uyushmasi assotsiatsiya Atelierov, undan tashqari Turizm qo'mitasi hamkorligida bu yerga Xorazmdagi mehmonxona restoran ishchilari uchun maxsus treninglar biz uyushtirdik. Ular tomonidan treningdan maqsad ularni bilim darajasini xalqaro darajaga yetkazish. Bundan keyin o'sha kelayotgan mehmonlar, ya'ni ular qaytib kelishiga qanaqadir omil bo'lishiga biz harakat qilamiz. Bizdan jamoa o'z bilimlarimizni Xorazmdagi restoran va mehmonxona ishchilari bilan biz bo'lishyapmiz.
Prezidentning tegishli qarori bilan mamlakatga tashrif buyuruvchi sayyohlar sonini oshirish hamda mehmonxona xizmatlari sifatini xalqaro talablar darajasiga ko'tarish bo'yicha qator muhim vazifalar belgilangan. Ishtirokchilarga bu boradagi talablar tushuntirildi. Davlat rahbari tomonidan turizm sohasiga qaratilayotgan katta e'tibor natijasida hozirgi kunda mehmonxona, restoran sohalarida juda katta o'zgarishlar sezilarli darajada bo'ldi. Bunga misol qilib 2025-yilga kelib Xorazm viloyatida 250 tadan ortiq joylashtirish vositasi o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Shuningdek, turizm qo'mitasi mehmonxonalar assotsiatsiyasi bilan birgalikda mehmonxona xodimlarini o'qitish, housekeeping, F&B management soha xodimlarini 2 kunlik seminar trening tashkil qilindi. Bu seminarda xorijiy tajribaga asoslantirilgan bilim ko'nikmalar o'rgatiladi. Tadbir davomida soha mutaxassislari mahalliy mehmonxona egalari va xodimlarini xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar bilan tanishtirdilar. Treninglar dunyo miqyosidagi ilg'or standartlarga mos ravishda olib borilib, amaliy mashg'ulotlar orqali xodimlar real vaziyatlarda moslashishga o'rgatildi. Trening yakunida barcha ishtirokchilarga o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarni tasdiqlovchi sertifikatlar topshirildi. Xonqa tumani ko'chati yetishtirishga ixtisoslashgan tumanlardan biri. Hozirgi lavhamizda tumandagi mahallalardan birida bu borada olib borilayotgan ezgu ishlar haqida so'z yuritiladi. Tumandagi Guliston mahallasi gulchilikka ixtisoslashgan mahallalardan biri. Bu yerda gulchilikka va bog'bonlikka mehr qo'ygan insonlar ko'pchilik. Bu borada e'tiborga molik ishlar olib borilayotganini ta'kidlash joiz. Gul, manzarali daraxt ko'chatlari yetishtirish bo'yicha o'ziga xos tajribali bog'bonlardan biri Bahrom aka Yusupov. Kichik jussali, ammo chayir Bahrom akaning shijoatiga qoyil qolmay iloji yo'q. Uning aytishicha, bog'bonlik va gulchilik ota kasb. U bog'bonlar sulolasining 3-vakili. Bugun mahallada emas, butun viloyat, hattoki respublikada ham usta bog'bonni yaxshi tanishadi. Bugun u tashkil qilgan issiqxonada gul ko'chatlari yetishtiriladi. 25-30 ming tup atirgul va xrizantema, 500 dona gilos, 2000 dona olma va 1000 dona shaftoli ko'chatlari tayyorlanib xaridorlarga yetkazib berilyapti. Mazkur ishlarni tashkil etish hisobiga mavsumiy 50-60 nafarga yaqin aholining bandligi ta'minlangan. Bahrom aka ko'p yillardan buyon igna bargli archa navini voha iqlim sharoitiga moslashtirdi. Manzarali daraxt viloyatimizning barcha go'shalariga yetkazib berilmoqda. Buning ortidan katta daromad topishadi. Bularning bari mehnat, shu ish ortidan topilgan daromad hisoblanadi. 2005-yildan buyon oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida yer oldik 5 gektar. Bunda asosan mevali, manzarali gul ko'chatlarini yetishtirish uchun ixtisoslashgan. Yine şu ko'chatimizni shuningdek sharoitga kelishini 10 yil vaqt ketgan. 10 yil. Sababi bu Qrim sosnasi hozirgi kunda, ya'ni Xorazmda eng optimallashgan, ostona o'sgani bilan bu issiqga ham, sovuqqa ham eng chidamli. Shuning uchun demak buni biz o'zimizni tabiiy sharoitga moslashtirgan holda yetishtirib turibmiz. Demak, xaridorlar ham buni afzalligini bildi. Buni nima ko'chirgan nimasini jarayonini bu nima Qrimskiy asosida bilmayman qoladi. Ya'ni yangi yerga ko'chirganligini. Sababi shu yerda hech qanday iqlim o'zgarmaydi, suv o'zgarmaydi, tuproq o'zgarmaydi, tabiiy sharoitimiz bir xil. Boshqa navlari ham bor buni. Buni biz demak bozorlarga chiqaramiz, demak qo'shni respublikalarga, misoli Turkmaniston ham olib turibdi. Oldinlari Qozog'istonga chiqarardik, Demak bu o'zining kislorod chiqarishi bilan ham farq qiladi. Birinchidan efir moyi, ikkinchidan kislorod, ya'ni tabiatni kislorod fabrikasi deb atalgan buni. Bir yil davomida 350-400 milliondan ziyodroq daromad qilamiz shuning arkasidan. Umuman mahallaning gulchilik va ko'chachilikni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlariga havas qilsa arziydi. Mahallaning o'sish nuqtasi deb belgilangan mazkur sohada ish yuritayotgan oilalar soni esa tobora ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida aholi bandligini ta'minlash, daromadlarni oshirish, turmush farovonligini yuksaltirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Biror yo'nalishda tadbirkorlikni boshlash niyatidagi ishbilarmonlar uchun katta kichikmi har qanday imtiyozning o'rni bor. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda unga har tomonlama ko'mak zarur, ayniqsa asbob-uskunalarni chetdan olib kelishga to'g'ri kelsa. Bu borada tadbirkorlar uchun qulaylik va imtiyozlar yaratib berilgan. Biroq
ana shu imkoniyatlardan noqonuniy foydalanish holatlari oz bo'lsa-da uchrab turibdi. Viloyat bojxona boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhada shu haqda so'z boradi. Yangariq tumanida ro'yxatdan o'tgan korxona tomonidan xorijdan olib kelingan tovarlarni Yangariq tumanini rivojlantirish uchun foydalanmasdan imtiyozlardan noto'g'ri foydalangan holda Shovot tumanida joylashgan boshqa mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli yerlarda faoliyat yuritib kelayotganligi aniqlanib, Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga binoan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'tkazilgan tezkor tekshiruvlar natijasida ushbu noqonuniy xatti-harakatlar oqibatida 730 million so'mlik bojxona imtiyozlaridan noqonuniy foydalanib kelinayotganlik holati aniqlandi. Bugungi kunda mazkur holat Xorazm viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Bog'ot tuman sudida ko'rib chiqilib, sud hukmiga binoan jami 730 million so'mlik bojxona to'lovlari davlat byudjetiga to'liq undirilishi ta'minlandi. O'rnatilgan tartib qoidalariga amal qilinsa esa ortiqcha ovoragarchiliklarga hojat qolmaydi. Dasturimizni sportga oid xabar bilan davom ettiramiz. Xorazm futbol jamoasi yangi mavsumni Superligada g'alaba bilan boshladi. Tafsilotlar muxbirimiz Davron Sharipov lavhasida. Viloyatimiz futbol muxlislari o'z jamoasining O'zbekiston chempionatining oliy divizionida to'p surishini 15 yil kutishdi va nihoyat shu kun keldi va futbolchilarimiz yangi mavsumni yorqin g'alaba bilan boshlashdi. Birinchi davra uchrashuvini Xorazm futbolchilari o'z maydonida o'tkazishlari belgilangan edi, ammo Urganch shahrining bosh futbol arenasi tayyor emasligi inobatga olinib, o'yin safarda, ya'ni Toshkent viloyatining Do'stlik stadionida o'tkazildi. 9-mart kuni futbolchilarimiz Yashil maydonda Guzorning jamoasiga qarshi to'p surdi. O'yinning birinchi bo'limida urganchliklar raqib darvozasi oldida qator xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishdi. Uchrashuvning 39-daqiqasida maydonda 88-raqam ostida harakat qiladigan Abror Husaynov outdan to'pni o'yinga kiritdi. Yuzaga kelgan vaziyatdan tezkor foydalangan Xorazm jamoasining 94-raqamli futbolchisi Rustamjon Abduhamidov Shortan darvozasini aniq nishonga oldi va Xorazm hisobni ochdi 1-0. Uchrashuvning ikkinchi bo'limi ham tezkor hujumlar va keskin vaziyatlarga boy bo'ldi, ammo asosiy vaqtda tablodagi hisob o'zgargani yo'q. Hakam tomonidan qo'shib berilgan vaqtda 10-raqamli hujumchi Murodbek Bobojonovning uzoq masofadan yo'llagan zarbasi guzorliklar darvozasini ishg'ol etdi va hisobdagi ko'rinish 2-0 bo'ldi. Shu bilan Xorazm futbolchilari Superliganing birinchi uchrashuvida qimmatli 3 ochkoni o'z hisobiga yozib qo'yishdi. Darvoqe birinchi o'yinda jonbozlik ko'rsatib, ko'plab kuchli zarbalarni qaytargan darvozabonimiz Sardor Qobuljonov uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Navbatdagi uchrashuvni futbolchilarimiz 16-mart kuni safarda Surxondaryo viloyatining Surxon jamoasi bilan o'tkazishadi. Hozirgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan muhim xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.